Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan O'zbekiston sharoitida $1000 yoki bo'lmasa $500 va undan kam mablag' bilan ham biznes boshlash mumkinligi haqida ma'lumot berib o'taman. Ya'ni o'sha qanday yo'l tutgan holatda bu biznesni boshlash mumkin. Shu haqida o'zimni bilgan ma'lumotlar bilan sizlar bilan bo'lishishga harakat qilaman. Qani unda boshladik. Bu yerga internetga yozamiz. Internetga kirib, Auksion.uz deb yozamiz. Bu yerda hozir sayt holatida, ya'ni o'sha Auksion.uzning o'zini sayti. Pastroqqa tushsak, bu yerda o'zini o'sha Google Playda o'zini ilovasi ham mavjud ekan. Men buni hozir bildim. O'zi o'sha ichiga kirib ma'lumotlarni o'qib ko'rayotgan vaqtimda ko'rib qoldim bu ilovasi borligini. Ilovasini o'rnatgan holatda ham bu platformani kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda sayt holatida ko'rsatish kompyuter orqali qulaylik uchun sayt orqali ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Birinchi o'rinda kiramiz. Mana hozir saytga kiryapti. Agar siz birinchi bor bu yerga kirayotgan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tishingiz shart emas. Agarki siz bu yerdan o'sha oldi-sotdini amalga oshirmasangiz yoki biror joyni sotib olmoqchi bo'lmasangiz yoki bu yerdagi xizmatlardan foydalanmoqchi bo'lmasangiz, shunchaki ko'rish uchun ham shunchaki kirib kuzatishingiz mumkin. Agar oldi-sotdi qilmoqchi bo'lib, biror narsani sotib olmoqchi yoki bo'lmasa arendaga oldi-sotdi qilmoqchi bo'lsangiz, bu yerda ro'yxatdan o'tish tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi albatta. Men sizlarga hozir bu yerda bo'limlar rosa ko'p, juda ko'p. Men sizlarga hozir kerakli bo'limlarni ko'rsatib o'taman, o'zim bilgan bo'limlarni va shuni foydalangan holatda siz men aytayotgan biznesni qilishingiz mumkin bo'ladi. Lotlarni bosamiz. Bu yerda viloyatlar bor. O'sha o'zingizni viloyatingizni tanlaysiz. Tanlagan holatda keyin tumaningizni tanlaysiz. Shaharingizni, tumaningizni tanlab kirishingiz mumkin. Birinchi o'rinda bu yerda lotlardan tanlaymiz o'sha men aytayotgan biznesni. Mana bu yerda tashqi reklama obyektlari bor. Mana shu yerda mana shu tugmani bosasiz. Mana bu yerda siz ko'rishingiz mumkin. Mana birinchi reklama bu misol tariqasida ko'rsatilyapti hozir. Mana shu joydan foydalangan holatda siz mana shu joyni davlatdan o'sha auksionga qatnashgan holatda mana shu joyni arendaga olishingiz mumkin. Bor yo'g'i ana hozir zakat puli o'sha 0,5%, 50% to'lanib, keyin boshlang'ich to'lashingiz mumkin. Endi auksionda bilamizki, mana shuncha pul bilan boshlanadi. Bu yerda hozir auksionga qatnashuvchilar yo'q. Mana ko'rib turibsiz. Ko'ruvchilar bor. Kirib auksionda qatnashishingiz mumkin bo'ladi. 222.480 so'm boshlang'ich summa. Mana shu joyni davlatdan auksion orqali olib, bu yerda adashmasam hozir bu joylar davlatdan o'sha arenda sifatida, ya'ni foydalanish uchun qanchadir muddatga beriladi. O'sha o'zini muddati mavjud. Bu yerda o'sha reklamaning shartlari mavjud. Qanday reklamalardan biz foydalanishimiz mumkin va qanday ma'lumotlarni bu yerda reklamada chiqarishimiz mumkin, qanday ma'lumotlarni biz reklamani qilishimiz mumkin-u, qandaylarni qilishimiz mumkin emas degan o'zini standartlari mavjud. O'sha standartlardan foydalangan holatda biz o'sha joyga reklama qo'yishimiz mumkin. Siz aytishingiz mumkin, bu yerga qanday reklamani men joylashtiraman yoki bo'lmasa qanday reklama qo'yishim mumkin, olib menga nima foyda, nima naf deyishingiz mumkin. To'g'ri, siz bu yerga agar o'zingizni biznesingiz bo'lsa, o'zingizni biznesingizni ham mana shu joyga reklama qilib, o'sha plakat yasattirib qo'yishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa o'sha turli xil zavod, firma, do'konlar, har xil
ishlagan holatda, firmalar bilan ishlagan holatda mana shu yerga o'shalar bilan gaplashgan holatda mana shu yerga o'sha insonning reklamasini qanchadir miqdorga endi uni o'zingiz gaplashgan holatda, hisob-kitob qilgan holatda reklamangizni mana shu yerga o'sha insonning reklamasini siz pulga qo'yib berishingiz mumkin. Bilmadim, balkim 1 yildir, balkim 6 oydir, qanchadir muddatga endi uni siz kelishgan holatda qilasiz u inson bilan. O'sha qanchadir muddat turadi, menga shuncha pul berasiz degan holatda o'sha mana shu ishni qilishingiz mumkin. Endi bu arzon, to'g'ri. Endi chekka joy bo'lganligi uchun shundaydir balkim. Mana bu yerda shartlari, mana bu yerda yozilgan. Misol uchun nima qilish kerak, nima qilmaslik kerak. Qancha muddatga berilyapti. Keyingisini ko'ramiz. Bu yerga tushamiz. Mana Toshkent viloyatida, mana shu joyga, Olmaliq tumanida mana shu joyga ham reklama qilish mumkin ekan. 27-iyulda auksion o'sha oxirgi muddat ekan. Savdo boshlanish sanasi ham o'sha kuni ekan. Mana shu yerda keltirib o'tilgan. O'sha zakat puli 252 ming so'm, 25% to'lanar ekan. Atiga 1 million so'm evaziga. Endi agar bu yerda 1 million so'm bo'lsa, balkim 1 kishi qatnashar, balkim 2 kishi qatnashar. Bilmadim. O'sha insonlarning qatnashishiga qarab, o'sha agar foiz stavkasi ko'tarilib boraveradi. Endi auksionda o'zingiz bilasiz, albatta, qanday yuritilishini. Hajmi. Bu yerda o'sha ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Endi bilmayman, bu joylar o'sha shahar, endi hamma o'zini yashash hududini yaxshiroq biladi. Qaysi joy markazroq, qaysi joy chekkaroq, o'sha ma'lumotlarni bilgan holatda mana shu kabi reklamalarni sotib olib, davlatdan o'sha arendasini to'lagan holatda sotib olib, siz o'sha insonlarga, boshqa insonlarga reklama tarzida siz ham sotishingiz mumkin bo'ladi. O'sha tashqi reklamalarni. Har xil hududda qanday reklama joylashtirish kerak, nimalar qilish kerak, nimalar qilmaslik kerak, shu to'g'risida ma'lumot berib o'tilgan. Va bundan tashqari, bu yerda, bu saytda yana nimalar qilishimiz mumkin? Mana bu yerda dollar tugmasini bosamiz. Bu yerda havo kemalari, mana bu yerda ko'chmas savdo joylari bor. O'sha shahar markazlaridir balkim. Endi Toshkent misolida ko'ramiz. Endi Toshkent viloyat bo'lganligi uchun biroz qimmat bo'lishi ham mumkin. O'sha Toshkent viloyati, Toshkent shahrini ko'ramiz. Toshkent viloyati belgilaymiz. Tumanni keling. Endi bilmayman men qaysi o'sha markazroq. O'sha Zangiota tumanini ko'ramiz. Izlashni bosib, yo'q ekan bu yerda hozir. Boshqa tumanni belgilaymiz. Mana bu yerda endi siz bu yerda aytishingiz mumkin, bu joylar chekka joylar, to'g'ri. Agar siz bu saytni o'sha ilova shaklidagi auksionning o'zining ilova shaklini telefoningizga o'rnatib olsangiz, o'sha auksionda ishtirok etish uchun turli xil e'lonlar, o'sha sotilayotgan uylar, auksionda o'ynanilayotgan joylar, o'shalar doimo sizni telefoningizga borib turadi. Maslahatim, o'sha ilovadan foydalangan holatda o'sha joylarni doimiy ravishda ko'rib borishingiz va kuzatishingiz mumkin bo'ladi. O'sha kuzatib borgan holatda agar sizga to'g'ri keladigan variant chiqsa, o'shandan foydalanib
o'sha men aytayotgan biznesni qilish mumkin bo'ladi. Hozir bu yerda endi men bilmayman, bu chekka joymi, markaz joymi? Nurafshon shahri. Mana shunaqa. Mana shunaqa joylardan foydalangan holatda o'zingizni mana shu yerda do'koningizni qurishingiz mumkin. O'zingizni ko'chma furgoningizni o'rnatgan holatda, endi bilmadim, bu yerda maktab bo'lishi mumkin. Shunaqangi bir g'oyalar kelishi mumkinki, shu olib kelib biror narsa sotishingiz, do'kon qilishingiz, ko'chmas do'kon qilib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. O'zbekiston sharoitida ham yaxshigina pul qilish mumkin deb o'ylayman mana shu saytdan foydalanib. Bundan chiqamiz. Flash Toshkent Chirchiq shahrini ko'ramiz. Voqeasi. Bu yerda bilmadim nima bor ekan. Mana 36 oyga berilyapti ekan bu joy. O'sha davlatdan arendaga sotib olishingiz mumkin. Arenda sifatida foydalanish uchun olishingiz mumkin bo'ladi davlatdan. Agar sizda qandaydir savollar tug'ilsa, mana shu raqamga telefon qilib, o'sha joy haqida har bitta men aytib o'tayotgan hozirgi joy bo'lsin, reklama bo'lsin, o'sha insonlarga bog'lanib ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Qancha muddatga, qancha o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, mana shu insonlarga bog'lanib o'sha joyni balkim arendaga olishingiz mumkin, balkim sotib olishingiz mumkin. Mana shu kabi ko'rsatiladi. Chiqamiz. Lotlarga kiramiz. Boshqa ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Keyin bundan tashqari bu yerda mashinangizni sotishingiz, sotib olishingiz ham mumkin bo'ladi auksioningizda. Bu yerda turli xil transport vositalari mavjud, katta mashinalar, yengil mashinalar sotib olishingiz va sotishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda o'sha turini tanlagan holatda. Tugatish, mana shu ko'chmas yaqinda bitta e'lonni ko'rgan edim. O'sha joyni sotib olib, o'sha joyni arendaga olib, davlatdan arendaga olib, yillik to'lovni to'lagan holatda shunaqangi joy chiqqaniki, juda ham Toshkent markazlaridan chiqqan edi. O'sha joyni o'sha mashinalar to'xtaydigan stoyanka qilish mumkin edi. Adashmasam juda ham arzon narxga chiqdi. O'sha joyni yillik adashmasam yilliginimi yoki bo'lmasa oyligi $1000 dedimi? Shunaqa edi, adashmasam. Juda ham arzon narxga chiqqan edi. O'sha yerdan foydalangan holatda ham o'sha mashinalarni o'sha stoyankaga qo'yib, qanchadir olish mumkinligi, shuni o'qigan edim, ko'rib qolgan edim. Hozir chiqmayapti. O'sha menimcha bu yerda hozir tugatilgan. Xullas, siz ham ushbu saytga tashrif buyuring, ko'zdan kechiring. Agar qiziqarli bo'lsa, siz ham o'sha manzilingizni ro'yxatdan o'tgan holatda o'sha viloyatingizni, tumaningizni tanlab, auksionda ishtirok etib, o'z biznesingizni boshlashingiz mumkin bo'ladi.
Mana bu yerda ko'chmas mulk bor ekan. Mana bu yerda Toshkent. Bu yerda har kuni yangi e'lonlar chiqib turadi. E'lonlarni kuzatib borsangiz, o'zingizga to'g'ri keladigan varianti ham chiqib qolishi mumkin. Xullas, men sizlarga bo'lishmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim mana shulardan iborat edi. Bizni kanalni kuzatishda davom eting. Bundanda qiziqarli ma'lumotlarni ulashib borishda davom etamiz. Videodagi xato kamchiliklar uchun oldindan uzr so'rayman. Videomiz yoqsa like, qandaydir savollar tug'ilsa kommentariyada qoldirishni unutmang. Hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar.